qilganimni sababi kechasi ko'pligi sabab orqasiga shunaqa narsa toshib ketgan edi. Men ushlaganingizda shunaqa g'adir-budir bo'lardi tanasi. Keyin o'sha ichirdimda qizimga tayinladim. Har gal men hammomga kirsang chaqirgan boshladim. 3 kunda, yalnız детский kit solganimda 3 kunda qizimning ichidan kechasini xalta bo'lib tusharkan. Shunday tushganini ko'zim bilan ko'rdim. Katta qiz, yo'q bu emas, oldingi birinchi oyda multivitamin. Keyin kichkina qizimga to'xtamay 3-4 marta olib berishni boshladim. To'g'ri nisbatan rivojlandi, bo'ylar o'sdi-yu, baribir ko'zimga kichkina ko'rinuvdi. Orada to'xtatib qo'ydim. Keyin o'sha o'zimga oldim. Men anaqa belimda grijam bor, keyinchi men anaqa anemiya tufaylimi bilmayman. Yotoqchilik uraman-da, hadeb yotoqchilik uraman. Shu uxlayversam hech kim tegmasa. O'shani ichirdim, men shunaqa bodri bo'lib yurdim. Anaqa kechqurun uyqum ham bo'lmas edi, turib ishlarimni ham qilib yuradigan bo'ldim. Ranglarim o'zimga keldi. Belimda umuman meni og'riq yo'q, mana 4-5 yildan umuman belimda og'riq yo'q. Keyin oradan to'xtatib qo'ydim. Keyin men bu arifamga boshqatdan kirganimdan keyin yana detskiysini olishni boshladim-da, to'yga ketdim. To'yga ketganimda 3 kun 4 kun qoldik to'yda. Qizim bilan yana hammomga kirdim, kichkinam bilan. Ishondingmi, mana mashinlarga tushganini ko'zim bilan ko'rdim. Mashinlarga shunday qilib, mana o'rmalab turganini ko'zim bilan ko'rdim. Mana o'shandan tirik, shunday qilib uzunlikda, shunday 1 sentimetrdan yuqoriroq qalinlikda tushgan. Shunaqa deyishardi men. Chirchirlaydi bolam o'sha qoldi. Katta qizimni 4-5 yil bo'ldi tirnoq o'sganini ko'rmaganman. Umuman tirnoq o'sganini ko'rmagan. Mana bu yildan tirnoq o'syapti qizim. Ololmam. Katika, jibo bo'lib ketgan. Ishlagandan ko'rmaganman umuman. Ozib ketganmidi? Hozir yo'q. Tirnoq o'syapti. Tishi ichida ishlab yo'q, ozmagan. Qorayib ketgan. Shunaqa. Dori berganman ungacha ham, rosa ko'p dori berganman. Anaqa jigarga beriladigan, anaqa jigarga beriladigan dori ko'p jigarga ta'sir qiladi. O'shaning uchun men berishni to'xtatdim-da. Sochi uzun, katta qizimga yana ham anaqa bo'ldi, sochi zarur bo'lib qalillashdi.